Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Galaxy Institute. Bugun biz Pojalamjada o'rganish o'rganamiz. Do'stlar, sizlar Minecraft'ga kirdinglar. Pojalamjadasizlar. Sizlar ulamoqsizlar. Faqat nima deydi? 1.21 fabrikdan kirdinglar do'stlar. Va keyin zerikdinglar o'zinglar. Sheriklar Discorddan chaqirdinglar do'stlar. Chaqirdinglar Minecraft o'ynashga. Va keyin sherigingiz versiyasi chiqmadi siz versiyangiz do'stlar. Mana qaranglar. Birinchi o'lib. Mana unaqa joy kerak bo'ladi. Mana shuda chiqish mana shu 3-chi, 6-siga bosasizlar va mana u yerda mana Alov Comats mana survivalni kreativ qilasizlar va mana 35-883 mana do'stlar bo'ldi. Mana do'stlar qaranglar, seed. Hozir seedni tekshiraman. Seed. Mana seed do'stlar. Seed mana seed. Seed do'stlar mana. Keyin mana o'shani bosasizlar. Mana shuni play porting deyapti. Ustiga bosasizlar. Va mana bitta Galaxy World olamda bitta o'yinchi bor deyapti. Do'stlar, olamda bitta o'yinchi bor. Va keyin u do'stlarga aytasizlar. Mana men mana bu versiyadan kirganman. 1.21 bo'lsa, o'sha serverdan kirish kerak. 1.21 dan kirasizlar. 1.16.5 ta ularni bo'lmaydi. Ammo multiplayer realms mana ular chiqmaydi. Faqat mo chiqadi. Ikkalasi chiqmaydi. Mano chiqmaydi. Mano chiqadi do'st. U ikkalasi chiqmaydi. 1.16.5 ta. 1.21 o'rtog'ingizga ham 1.20 bo'lish kerak. 1.21. Endi qolgan versiyalarda o'ynaysizlarda, keyin o'rtog'inglar ham o'sha versiyadan kirib turib, birinchi multiplayerga bosasizlar do'stlar. Va sizlar nima deydi? Hozir ko'rsatdimmi? Cheatni yo'qasizlarda. O'sha hozirgi o'rgatgan narsam cheat edi. Cheatni yo'qasizlar. Va keyin mana u joyda mana o'rtog'ingizni mana sizning nikingiz chiqadi. O'rtog'ingiz telefonida foydalanuvchilarga multiplayer kirsa mana ismingiz chiqadi, seed chiqadi va keyin o'shani ustiga bosadi. Hozir men bitta o'zimman, sherigim bilan ukam bilan ulanib sizlarga video olamiz do'stlar. Hozir mana shu videoda 20 ta like bo'lsa, necha kun video chiqarmadim, kommentda yozinglar do'stlar. 57 ta obunachi do'stlar. Qachonki 60 ta 100 ta obunachi bo'lsa, videolar har kuni 10 tadan chiqadi do'stlar. Tushunyapsizlarmi? Mana seedni nomi. Mana seedni sizlar qishloq topmoqchilar bittada. Kreativ o'rniga boshlaysiz. Mana Porval kreativ reylar. Va men videoda ko'rgan seedimni pauzaga qo'yib, kirib mashdan shunday qilasizlarda buni bosib YouTube'ga kirasizlar, ko'rasizlar. YouTube'ga kirasizlar, ko'rasizlar, YouTube'ga kirasizlar, ko'rasizlar. Va keyin bo'ldi. Seed tugagandan keyin va keyin birinchi bo'lib do'stlar. Mana u ikkalasini yoqish esdan chiqmasin. Ular bonus chest. Sizga bonusga chest qo'shib beradi. Do'stlar. Va keyin mana u Creative World bo'lsasizlar. Olamga xohlagancha ispol qo'ysiz, moblar yo'q bo'ladi. Easy qilsiz, moblar kam bo'ladi. Normal qilsiz, spam bo'ladi. Bunda moblar rosa aktiv bo'ladi do'stlar. Sizni bir zarbada o'ldirib tashlaydi. Nizar kiyimlas, nima o'lmas kiyimlas, eng kuchli kiyimlarda, kuchsiz kiyimlarda kuchli mais nima deydi? O'lmaydi do'stlar. Anaqada. Keyin do'stlar kirasizlar va bo'ldi. Hayvonlar do'stlar.
Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men guruh MC bo'ldi. Qisqa vaqt ichida men bo'ldim. Hay hammaga do'stlar. Video chiqishini xohlasangiz like bosib, obuna bosib qo'ying. Do'stlar, hammaga xayr.